Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Minecraft o'ynaymiz. Boşqa joyga tushman hozir. Qaytadan. Mana do'stlar, uyimizda va telefonimizda bugungi estilimizga qanaqa estilik? Bugungi yangiligimizga ko'ra 97 qishloqda kimdirni pulini o'g'irlab ketibdi. Shuni topish uchun biz harakat qilamiz. Kim o'g'irlaganini esa bilmaymiz. Shuning uchun harakat qilamiz deyapman. Bu nima? Qanaqa ko'rsatuv? Jinni narsa deydim. 97 qishloq dedi. Bu 3-qishloq. O kompyuterxona nima bu? Oddiy bo'sh joy ekan. Mayli qo'yamiz. Endi bu qishloqqa avval kelmaganman, shuning uchun yangi kelganman. Ko'ramiz nimalar bor ekan. Men o'zimga uy qilib oldim. Mana bu uyni. Zo'r uy ekan. Mana uyimda bu. Men aslida boy edim. Shuning uchun shu yerga ko'chib kelganman. Endi men Obidov degan ismimni alishtiraman. Johajon nima bo'ladi-da? Hech narsa yo'q desam, mayli do'stlar. Jitelar bilan gaplashaylik-chi. Qani birontasi bormi? Men bilan gaplashasan? Men bilan gaplashasan? Sen kimsan? Men qishlog'inglarga kechanga ko'chib keldim-ku. Isming nima edi? Joha. Mayli. Yo'q, meni ismim Johajon. Mayli, Johajon. Bugun sen mayli. Sen bilan tanishganimdan xursandman. O'zingni isming nima? Men Hasan. Ukang qani? Ukam bozorga ketyapti. Xursand ukam. Mayli, bozorga ketgan bo'lsa. Ukasi bozorga ketgan ekan do'stlar. Mayli. O'tiramiz. Buni men o'zim merni uyi tomonidan sotib olib keldim. Digital yo'qol. Meni uyimni oldida nima qilasan? Uying zo'rda, boysan-ku. Boy bo'lganim bilan sizlarga bermay qolib jitel. Qani bu uydan hech nima baloyi battar bor ekan. Merni uyi qayerda ekan? Mer bilan bir ko'rishish kerak. Lekin merga aytib keldim o'zim. 4 hosil. Mana shuni nima qiladi bular? Bilmadim. Bu yangi qishloq. Tinch ekan, mayli. Shunga kelmagan ekan, shuning uchun qani ko'raylik. Shuni o'zgina daraxt olib kelishim kerak. Bu yerda daraxtlar bor ekan.
faqat o'qi bor ekan de hamma bo'ladi. Bo'ladimi shu o'qi? Bitta daraxt kerak. Chunki men o'zimga pirkami tosh yasadim. Menga bu narsa kerak emas, o'zgina yog'och kerak xolos. O'zi boyman, zakaz qildirib kelsam hamma beradi. O'zingga qaraysan. Yaxshi, sen ishonchi yangi kecha ko'chib ketding-a? Nima edi esimdan chiqib qoldi. Jo'hab. Mayli. Demoqchi kiribsan. Nimaga kelding o'zi? Ha, oltita daraxt olgan keldim. Mayli. Sen nimaga kelding? Shunchaki aylanib yurgandim. Zombilar yana seni yeb qo'ymasin. Jinnimisan, zombilar kechasi keladi-ku. Mayli, Hayır, ket. Menga qaramay. Mana bu meni polizim sotib olaman hozir egasidan kimdir bo'lsa otib. Meni yo'limdagidan sotib olaman chunki pulim jumradim uncha. Shu nechta ko'ligini ham bilmaysizlar. Bu yer anaqa o'ta kerak, anaqa deyman. Bu yerni tanidim. Eng tepaga chiqsa, u ana. Ana mana uyim tomim. Ana mana uyim. Uyimmi jonimmi ketyapman. Mayli, keraklik jonim. To'qirlab oladi. Menga bersak kerak. Crafting table'dan men o'zimga bunday qilaman. Bo'ldi, 24 yetarkan. Endi menga kerak bo'ladigan narsa cho'pcha 4 yetadi. Keyin men bu yerdan kirka va mana buni sotib olaman. Bo'ldi, endi kirka va nimani sotib olmabman. Esim qursin. Buni va buni bo'ldi. Endi men tosh kovlab kelishim kerak. Bo'ldi, ketdim. Tosh kovlayman. Soat nechi qarachi? Hozir telefonimdan qarang. Mana telefonimni ko'raychi. Soat 10 bo'lib qopti. Mayli. Soat 10 bo'libdi. Ketdim. Endi men shaxtaga borib tosh kovlayman. Shaxta o'zi qayerda bu yerda? Mana shaxta. Mana toshlar. Menga 8 ta tosh yetadi. 5 6 7 8 Demirəm. Yeni sefer fakir bilan girəm. Yaxın yapma. Çıktım, ketdim. Yani tosh kovlashim kerak. Endi kerak. Yo'l, endi kerak emas. Chiqib oldim desa. Ucharasini bunday qilib qo'yib qo'yaman. Ushigan. Mayli do'st. Craft. Ketdi.
Temirga buyurdim. Bu yerden oluşmuyor. Ama sizce 4 olsa böleniyor mu? Bakanede endi o'zimga bunday kirkani bitta, ne bundayni bitta. Tuya qoldi-ku toshlarini. Toshlaring na? Toshlaring tugamabdi. Mayli uxlay qolay. Mayli endi uxlayman. Nima tong bir juda ham maylaman yana shaxtaga emas endi bunday qilamiz cho'pchaga yetmasga bunday qilamiz cho'pchaga yetdi endi cho'pchani olamiz cho'pcha cho'pam nima bunday qilib endi bu yerdan qilich yasayman deb qo'yib ketdi. Bitta qilich va bitta mana bu. Endi hozir men ketdim. Hozir shaxtaga boraman. Bu shaxtada voy tushib ketdi. Yordam beringlar, yordam dedim. Tushib qoldim. Hozir videoni pauza qilib mana do'stlar, temir top oldim. Endi hozir temirlarni olaman. Qani temir hammasi mayli ketdim. Bitta o'zimga temir yelka yasab olaman. Zombi qoch. Iltimos. Qoch, iltimos. Qoch. Iltimos zombi ovqatni qo'yapti. Qishloqlar zombi. Bu takammi yurdi. Zombilarga ham bu